Hammaga salom qadrli qishloqi. Bugungi videoda Minecraftda hardcore o'ynayman. Sizlar bilan men Citron. Agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki bu bizga katta motivatsiya bo'ladi. Albatta like bosib qo'yishni ham unutmang. Agarda tayyor bo'lsangiz, men hardcore'ni boshlayman. Xo'sh do'stlar, mana yerimizga ham kirib olyapmiz. Agarda qanaqadir shiriq narsalar bo'lsa, agar uzr so'rayman. Va mana men Minecraftga kirdim va hardcore bilib qo'yinglar, men qishlog'im narsa qilmaganman. Shu sababli mana daraxtni chopishni boshlaymiz. Nega menga effekt berdi? Wow. Tushunmadim. Mayli, men mod qo'shgandim. Qanaqadir uy hayvonlar, agarda shunaqa mod kerak bo'lsa, sizga Gangster ittifoqiga qo'shilishingiz albatta kerak bo'ladi va kanalga Gangster ittifoqi Telegram kanaliga o'tib obuna qo'shilib oling va bizning kanalimizga ham albatta obuna bo'ling va bizning jamoamiz bilan ham tanishib olasiz va bizning serverda maza qilib do'stlarimiz bilan o'ynaysiz. Xo'p, unda men mana taxta oldim yetarlicha. Agarda yetarli bo'lsa, menimcha yetarli va palka va verstak har doimgidek. Va men kirka yasayman, sababi men tosh ko'lashim kerak. Bu yerdan biz ko'layveramiz. Mana bu tosh chiqdi do'stlar. Agarda videomni yoqayotgan bo'lsa do'stlar, kommentariy bildirib qoldiring va bu hardcore'ning ikkinchi qismi va 100 kunlik davomga qismlar chiqishini xohlasangiz, albatta aytganimdek like va obuna bo'ling. Xo'p, mana tosh yig'yapmiz. Bizga bir 14 ta kerak, yetib qoladi. Hop, aytgancha men sakra olaman, lekin blok kerak. NP'da chiqib keta olaman va menga topor, kirka hamda pechka kerak. Unda biz boshlaymiz. Davom etamiz. Vaqtiyam o'zi boshlab bo'ldik-ku. Agarda do'stlar sizlarga ham shunaqa modlar kerak bo'lsa, agar mod ishlayapti, o'zim bilmadim. Agar zo'r Minecraft modlar kerak bo'lsa, mana ekranlarda chiqqan ikkita Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Albatta jamoamizning kanallari. Unda davom etamiz. Qani ketdik. Bu yer ota nima edi? Esimdan chiqib qoldi bu biyomni. Agarda esingizda bo'lsa, kommentarda yozib qoldiring. Okay. Yo, dengiz. Mana shu biyomda ko'pincha qishloq chiqardi. Okay. Toshbaqalar yuribdi. Agar do'stlarga juda qotayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Aytgancha mening skinim ham bor, mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Agar kimda skini bo'lsa, uzr so'rayman agar o'g'irlagan bo'lsa. Lekin baribir mening skinim. Ana qishloqmi? Qishloq qo'shqayapti. Yo'q, u tuproqni men qishloq deb o'ylayman. What the fuck? Okay, biz ovqat muammosini qilishimiz kerak. Qora qo'y. Bir aytishga baxtiya. Ikkita udarda ketdi. Sen qaqochaysan, men ham echkiman, sen do'stlar sakrayman. Bu echki emas aytgancha qo'y ajrashyapman-da. Qora kravat yasayapmiz demak. Menga yoqadi qora rang. Hamma ranglar yoqadi. Albatta do'stlar, biz YouTube'da yangi bo'lganimiz uchun hozirningizda pastga tushib like bosib qo'ying. Iltimos deb so'rayman do'stlar. Bizga yanada katta motivatsiya va yangi videolar chiqarishda yordam beradi. Ikki dona ketdi. Seriously? Rostdanmi, dobrochki? Tushib ketganda nimadir bo'lardi. Hop, undan davom etaveramiz. Okay. Albatta podpishka qilamiz do'stlar. Bu videoni kuzatayotgan hammaga rahmat kattakon. Albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim, sababi qiziqarli nimadirlar bo'lishi mumkin.
Agar bir kunda o'lib qolmasa hardkorda Creeper kelib o'ldirib ketmoqchi bo'lsa agar. Hop, qayiq yasab olamiz. Qayiq. Aman ekan. Biz qayerga qarab mana bu yerga qarab boramiz menimcha. Shunaqa yosh qaydi. Qayiqni men qo'yib qo'ydim. Qayiq mana ekan, ko'zim ko'rmayapti. Bola. Agar uzr so'rayman yo ko'rmagan bo'lsa. Просто tak o'zim qolimikin deyman-da. Hop. Qishloq topsa yanada yaxshi bo'lardi do'stlar. Okay. Hop, do'stlar, aytgandek yana kanalga obuna bo'lishingizni juda ham iltimos qilib so'rayman do'stlar. Chunki biz tez orada 100 ta bo'lishimiz kerak. Bir kunimizda 100 ta bo'lsak men uchun baxt do'stlar. Va bu videolar tez-tez chiqishni boshlaydi. Xuddi ovozim yo'g'on kelyaptimi sizlarga? Menimcha shunaqa, mening ovozim shunaqa yo'g'on. Lekin oldinlar uncha emas edi. Tomog'im og'rib qolgan birinchidan. Ko'rdinglarmi do'stlar? Obuna bo'lsanglar, tomog'im og'rimaydi. Qotyapti do'stlar, negadir. Qotyapti. Vosh to'g'ri kirib ketaylik. Ovqat muammosi unchalik sapal. 4 ta go'shtimiz bor, yetadi. Bir aytishga bo'lmaydi. Bo'lmaysam tez. Okay. Negadir men tog'ga go'shqab sakrab yuraman, o'zim ham bilmayman nimaligini. Kelgan yo'lim emasmidi ish qilib? Albatta yo'q. O'tyapti do'stlar, bir minut. Xo'sh do'stlar, mana shu yerda video tugagan sababi mana video oladiganim o'zizdan yarim videoni olmagan ekan. Shunga keyingi qism chiqishini xohlasangiz like va obuna bo'lishni unutmang. Agar uzr so'rayman agarda qiziq joylar qolib ketgan bo'lsa. Afsuski, hammaga xayr.